Salom hammaga, Abron Dilis kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan DLC Draft, ya'ni Dream Draft'da Christmas kubogi nomi shunaqa ekan. Shunda qatnashamiz va qanaqa tarkib tuzishimizni baholaymiz. Xo'p, taktik sxema 4-2-3-1 ni tanlaymiz qani. Balki Abduqodir Husanov tushib qolar. Xo'p, yangilikda eng zo'ri shu Dream tarkibda o'yinchilarni kuchaygan holatda ham qo'yyapti bir ikkitasini. Albatta Yamalni tanlayman. Sizlar ham o'zinglar fikrlar yozib ketinglar kommentariyada. Mani o'rnimda bo'lganinglarda mana shu 6 o'yinchidan kimni tanlardinglar? Manimcha hozir hamma Oblak tanlardi agar Pikfordda muxlisi bo'lmasa kimdir. Videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Kukurella yoki Grimaldo? Hop, hozir Grimaldo reytingi balandligi uchun olyapman. Agar Kukurellani hech bo'lmasa reytingi 81 bo'lganda ham Kukurellani tanlardim. Hop, Langle. Barsaning sobiq futbolchisi Martinez reytingi tushibdi. Kundeni tanlaydi menimcha hamma. Hop, Kunde hozircha yaxshi. Tarkibimiz yomon emas, yaxshi ketyapti. Frimpong. Hop, Son Heung-min. Grilish ham bor edi. KDB. Maestro. Sizlar Rabiotmi yoki KDB qaragan bo'lsa ham uncha o'yin yarim himoyachilardan zo'r o'ynaydi. Hamma hozir menimcha tarkibimiz juda ham yaxshi bo'lmoqda. Markaziy himoyachi kerak, lekin Kunde aslida Barselonaga birinchi kelganda markaziy himoyachi bo'lib kelgan Sevilyadan. Markaziy himoyachi tushmasa ham yomon emas. Gonzales ham Cityda yaxshi o'ynayapti hozir. Deyarli Rodrining yo'qligini bildirmayapti. Gumarish tanlaymiz, sababi sariq kartali va reytingi ham eng yuqori o'yinchi. Mana shu Gumarish qaysi komandada o'ynaydi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hozir komandasini wow. Menimcha tarkibimiz prosta chotki legendarniy va imboviy tarkib bo'lmoqda hozircha. Lukaku yoki Gyökeres tanlasa kerak hamma, sababi reytingi ham o'yini ham kuchli. Bizda hozir 11 ta sariq kartali playerlar yig'ildi. Hop, Abduqodirni bir shikast bo'ladi. Trafford tanlaymiz, mayli. Bo'ldi o'zi sariq kartali o'yinchilar pashti yo'q. Akanji bilan Ake. Abduqodir deb qo'ymaydimi? Nima demadinglar? Hop, Akanjini tanlaymiz. Markaziy himoyachi, bo'yi ham baland. Bizga kim kerak? Konsani tanlaymiz. Alonsoni hamma biladi menimcha, lekin Konsa reytingi balandroq ekan. Bayena ham yaxshi o'yinchi. Shak shubhasiz Diaz tanlayman. Simons ham yangilik-ku tilasiga, lekin Diaz yaxshi o'yin yoqadi menga. Zaxiradan tushib Messini sataveradigan o'yinlari bor. Realning muxlislari bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar. Barsaning muxlislari bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, mana Eldor Shomurodovni do'sti, qo'shtirnoqchilar albatta. Dublik tanlaymiz, markaziy hujumchi zarar qilmaydi va Yildiz tanlaymiz. Qardashimiz. Menimcha ikkinchi boshqatdan tarkib tuzishga hojat yo'q. Hozir tarkibimizni ko'ramiz. Mana tarkib bitta shu Kundeni bo'yi 181, lekin zarar qilmaydi. Frimpongni qo'ya qolamiz. Mana 11 ta chotki o'yinchilar yig'ildi. Hop, De Bruyne, Yamalni Barselonada ham bilsanglar, hujumchi, markaziy hujumchini orqasiga qo'yib o'ynatib ko'rdi murabbiy ham, biz ham xuddi shuni o'ynataveramiz. Greenwood. Comeback qilgan Greenwood. Tarkibimiz menimcha chotki bo'ldi. Agar xohlasanglar Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar, chunki Telegram kanalimda obunachilar bilan
o'rtoqlik o'yinlari o'tkazaman va yutganlarga sovg'alar bo'ladi albatta. Sizlarga yana bir savol. Hop, men o'yinchilar full max qilmoqchiman. Kimni qilganim yaxshi? Sayson reytingli o'yinchilardimi yo Yamal 85, Harry Kane, Dembelelarni full qilganim sizlarga qiziqmi? Albatta kommentariyga yozib ketinglar. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Shu bilan videomiz tamom.